Jigarlar, kecha kunga Open Case'dan odamni qandaydir ko'ngli to'lmadi, bildiraymi? Chunki 106 ming 100 solasan, qilgan Open Case'ing zo'rda, gap so'z yo'q. 11 ta X custom, 50 tadan oshiq, 55 ta yaqin material tushdi, lekin shuncha narsaga full qila olmadik. Yani full deganda dakansi oxirigacha o'sha X customni nima sariq rang, oltin rangga kirgangacha qilgan Open Case, ya'ni full desa bo'ladi. Shuncha sarflarga bo'lmadi. Ichim chiqmadi, turdim, to'xtadim, qarab ko'rdim. Content makerlarni qaradim, o'zbeklarda ham 7 qilganlar yo'q. 6 qildi, eng maksimum qilganlar ham 6 bo'ldi-da. Ichim chiqmadi, bugun ishdan kelib yechimmadim tavadim. Ashana it qilamiz, qo'yib yuboraylik, bosib yuboraylik, bir ko'rsin, maza qilaylik. O'zbeklarcha hech bo'lmasa bitta bo'lsin, it qilgan ko'rsin, bir maza qilaylik deb Open Case'imizni boshlaymiz. Undan oldin sizlardan eslatib o'tishimiz kerak bo'lgan doimiy o'zimizni UC servisimizni reklama qilamiz. Sabr qilsalaring, O'zbekistonda eng arzon UC deb bemalol ayta olamiz. Sababi chunki bizni UC'lar omadli deyish shart emas. UC'da omadi bo'lmaydi. Omad nimada bo'ladi? Insonda o'zidan, Alloh tomonidan berilgan omadi bo'ladi har kimga. UC'da omad bor deb maqtab sotish shart emas. Asosiysi UC'da arzon bo'lishligi. Eng arzon UC maniki deb ayta olaman. Chunki biz O'zbekiston hududida bo'lmaganligimiz uchun arzon UC solib beramiz. Sizlar o'zimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa Open Case'imizni boshladik. Bu Open Case bilan 75 ming UC bilan naringni qo'shganda salkam 200 ming UC bo'ldi. Xo'p, undan oldin kichkina Open Case'larimizni ana shularni qilib o'tishimiz kerak. Bizga adminlarimiz akkauntimizni o'ynab turishdi. O'shalar aka mana bitta narsani full qilib bering, olib bering, o'sha chala qolib ketibdi deyishdi. O'shani qilamizda, ozgina sabr qilib undan keyin aniqrani gazini bosib oxirigacha ko'taramiz. Agar ortib qolsa, keyin framanga. Bo'lmasa boshladik. Ochib olamizda, bu yerda adminimizga yozib qo'ygan zakazlar va mashlarni ko'tarib bergan ekan, mashlarni o'ynayman deyaptilar. Tak, zakazlarni ko'raylikchi qani. Aka DPS olib bering, full qilib bering, sochni olib bering, shutni olib bering deyishadi. Shutni olganman, shut degan Elif qizni olib bering ekan, menga deyapti ekan. Nifik. Buni olib bo'ldi. Uni olib qo'ydim-ku. To'rtta narsasini olib qo'yamiz. Bo'ldi, bo'lsa ketdik. Zakazlarni. Tak, mana bunga Open Case qilishimiz kerak ekan. Bundan narsalarni oldik. Yo, bunda emas, nariginda, mana bunda. DPS deganlari. Qani? Chiroyli ekan haqiqatda. Buni men qiziqmagan ekanman, aka shuni olib bering menga, shunda o'ynayman. Ultimate Real qachon qilamiz deyaptilar. Bo'lmasa boshladik. Bismillah. Xo'p. Nimaga ovoz yo'q? Pasayib qolgan ekan. Suvlardan ichib olamiz. Bismillah. Tak. Nima deb o'ylaysizlar? Open Case'imiz jarayonida DPS'da shu omad bilan tushirib qo'yishim mumkinmi? Mumkin. Har narsa bo'lishi mumkin. Qarang, bunisidan ham tushmasa, propustik qilib taq. Gap yo'q. Молодцы. Go'zal. Gapimdan qaytdim. Bunisidan tushmasa, taq deyaptim, taqalatmaymiz, o'qimaydi. Bir 5 qo'l sekin reklamasi bilan ko'rib olaylik qani. Biz animatsion deymiz. Qani? Yaxshi. Birinchi ikkita edi, yomon emas. Go'zal. Çok go'zal edi. Haydi. Güzel. Sprey sho'rish kerak. Kraska kerak. Chunki kraska ham oldayib qoldi. O'tgan safar ko'rgan bo'lsangiz 55 ta materialda 3 ta qurolni full qilib oldim. Patriarxiya. Qatorasi 3 ta qurolni full qilib oldim. Sprey ishlab ketib qoldi, tugab qoldi. Qo'limda 100 tadan ortiq qoldi. Kerak. Har bosga ham tushib turish kerak. Hop, mashinadan keyin propustik bilan taqira bosamiz endi. Ko'p vaqtlarni olmaslikka harakat qilamiz. Tak. Sağdan kilo kalktı bizde. Buraya. Hadi. Odamni bir xursand qil. Boshlanishi ham go'zal. Mifik sraz beradi, bo'lsa boshlaydi ham. Taqiradi qo'l. Hop. Bas. Ana. Assalomu alaykum. Laz Istanbul xush keldilaring, ana. Omad nechtada bo'ldi? 4-5tada o'zini olib qo'ydim deb. Men o'yladim, hozir pulga olaman, tangalar monetkasini to'plab turib olaman dedim.
Çok güzel bo'ldi, çok güzel. Nima dedim? Omad UC'da emas. UC serverimni maqtab, mani UC serverim omad deb sotishimda shart emas. Omad odamda o'zida bo'ladi. Chin dildan niyat qilgan bo'lsalar, niyatlarni yetasizlar. Hali bo'lmasa, Oppenga tugadi bo'ladi, tugatdi. Menga mana mifik kiyimlar u qadar qiziqmas edi. DTSga zakaz olib qo'ydi. Xo'p. Bo'lmasa, nari ikkinchi zakazlari aka sochni olib bering debdilar. Sochni bolani soch kerak ekan, o'shani olib beramiz. Sochni olishimiz kerak. Takmash sochmi? Bismillah. Qani. Bu yerda sandiqda menimcha o'zi xohlaganini beradimi yoki tanlab olinadimi? Menimcha tanlab olsa kerak. Mana uni mana kiyim. 1200 ga qani? Nimaligini bilmadim, ochib yubordim to'g'ri. Men buni bilmasdim nimaligini. Taxmin ochib yubordim. Qani, ko'ramiz-da. Yaxshi narsa chiqsa yaxshi. Soch. Oho, mana yaxshi narsa terilib qolibdi. Yaxshi, mana soch qaysi menimdan chiqadimi? Qani? Aytdimki, bu anaqa ekan. Menga aytgandiki, mana o'zingizam bilmas ekansiz, jigar. Adminimiz aka sochni tanlang, ichidan xohlaganingizni tanlasangiz bo'ladi. Bunaqa emas ekan, ko'rganlaring deb. Men o'zim ham bilmasdim, hozir o'rganmoqdim. U xohlaganini berar ekan sizga. Siz xohlaganingizni ola olmas ekansiz. Tak, bo'lmasa men aytdim bitta kiyim bor. Demak, bu yerda ham xohlaganini beramiz bizga. Bu yerda nima endi bu? Qana ochadi? Prost olishga bordim, nimaligini bilmas ekanman. Agar bilsangiz shu kiyimni nimaligini menga aytib qo'yinglar. Keyingi nimada open kesimizda ochib qo'yamiz. Buni ham 10 ta yetib qoldi. Yaxshi ko'payaversin ha. Yaxshi naqalarga kerak bo'ladi. Bir 50 ta 100 ta qilib ochamiz. Ketib bo'lmasa vaqtimiz ketib qolsa sochni ham dakansiz olib beryapsiz sochni. Demak, omadli ekan. Bitta men sizga kamida bir sochda nechta soch olishim kerakdi. Shunda qayerga ketib qoldimmi? Ha, bitta ekan, bitta haqqim bor ekan, boshqa yo'q ekan zotan. Men endi 4 ta 5 ta olib bo'lsam, hozir omadga chiqarib beraman. Jigar xafa bo'lmaysiz, admin keyin safalik soch kelganda olib beraman. Rasa kelgan paytlarda men tushunmagan. Bu ham yangi kelganmiz, to'g'ri tushunasizlar, kamchiliklar yarasi bilasizlar. Bo'lmasa ikkinchi zakaringiz hal bo'lmadi, lekin xafa bo'lish yo'q. Qo'limizda bo'lmagan narsa ekan. Uchinchisi shutga kelgan ichida elif bor deyapti. Elifni oching deyapti. Elifni ochamiz bo'lmasa. Xo'p. Bilganlaringda men buni open kesini qilib qo'yib qo'yganman. Turibdi 50-60 ming sarflayapti bunga. Yana dalshi boshladim o'sha. Qani o'sha qizni kiyimi? Tak. Elif degan qiz teparoqda bo'lamidi? Pastdan tepada bo'lsa kerak. Mana o'zi bor, mana shu elif tushmabdi, mana tushmabdi. Maska tushmabdi. Qani? Bismillah. Hadi. Hadi. Oh, iya. Onqara, open chest. Mazzasi, dadasi bas, mazzasi. Kayf qilib open chest qilsanglar. Boshqaninchisi, zakan, nima deyish kerak? UC'miz bizni omadli shart emasmi? Qalb toza bo'lish kerak, qalb asosiysi. Yana bir marta. Fatı 50. Şut bersem ben zarar yok. Şut berib tashlab materiallarni olib tashlaymiz. Anaqasiga zakolkasi nima abadoyimi? Молодец. Qalb toza bo'lishi kerak, asosiysi qalb. Qalbdan xohlash kerak. So'rash kerak. Bismillah deb boshlash kerak. Bu qadar. Boshqa siri yo'q. Omadli yesi, amaliy singdan foydalaning. Shapmas. Arzon yesidan foydalaning. Ko'proq maza qilib open kes qiling. Bosganinchi bo'lsa-da, shu bosganinchi maza qilib, kino ko'rgandek tomosha qilib ko'rsanglar, open kes. Suvlardan chiqaraylik. Oh, yemadi. Suv ichmaymiz. Tushmaguncha suv ichmaymiz endi. Endi bismillah. Nimada xato qildik? Qani? Tush. Oh. Xursandchiligimiz boshlanyapti. Yomonman. Bu menda yo'q ekanda demak. Bor menimcha pulga aylantirib yuboradi. Bu menimcha pulga aylantirib, chunki bordi, olganman. 3 ta 4 tanasi yo'q edi. Maska sirazi, zakolka sirazi.
So'ramiz. Ha, bu yerda garant bor. Garant ochamiz. To'xtanglar, garant ochamiz. Bitta уже garantimiz bor. Bismillah. Mana emas. Boriga shukr. Yo'g'iga. Az. 1 daqiqa. Shut. Tak. Tuk. Mana shu yerdan ko'ramiz. Mana aytganimizdek, bu qopdi. Ha. 1 qolgan narsa 2, bu muhim emas deb o'ylayman. 3 ta zarar yo'q. 2, 3. 3 ta narsa qopda jigar ketdi. Qasiradi. 1 propustit bilan o'tkazib yuboramiz endi. 2 motor yomon emas. 3 4 5 6 7 8 ana tushdi. 8-da tushdi. Bir dona elif qoldi. Jigarim, bitta elifni bersang, biz X kastimizda pul qo'shib davom etardi. Nima deysiz? Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Like bosmasdan ko'rishimda yo'q. Jigarlar ko'ryapsizlar, men xohlagan narsani beryapman. Nima qoldi hozir olmagan narsam? Hech nima qolmadi. Bittani sariq maska qoldi. Menga sariq maskasi ham, ko'k maskasi ham kerak emas. 100 ni ishlab ketibdi mana yerda qani. Beror, sprey beror. Yomon emas. Bo'laveradi, sprey beror. Hammasini olib bo'lganmiz. Tak. Nima qoldi? Hech nima qolmadi. Nima qilish kerak? Allohga shukr aytish kerak. Alhamdulillah, yomon emas. Zo'r. Open case'imiz davom etadi. 60 ming yusiga inshaalloh nariyadan anoni qo'l qilamiz. Nima zakazingiz qoldi yana jigarim? DPS pul qiling degan. Uni oxirida soch toling dedi. Soch bezib qo'yamiz emas ekan. Elif topib qo'ying dedi. Elifiz ish bitdi. Tak, X kastimni pul qilamiz. Ketdik. Bismillah. Chaqirash 10x, 12. Taqqa suv ichmaymiz dedi. Suv ichsa bo'laveradi endi. Hamma yoqda oldik aytgan narsamizni. Bismillah. Yomon emas. Hop ketdi bo'lamiz. 10 qilmaymizda tak 10 ta siradi. Bundan bismillah. Nima kerak bizga ana? So'raymiz. Albatta Allohdan so'raniladi. PUBG'dan emas. PUBG algoritm bo'lib ishlaydigan narsa. Bismillah, bizga nima kerak? Mana shu 10 ta boshimiz ichida bomba narsalar bersin. Maza qilib xursand bo'lib, obunachilar ham like, kommentariylar, gumlar yozadigan narsa bo'lsin bizga. Bismillah. 1 propustit ochib qo'yamiz. 2 mana qo'zg'olsa yaxshi bo'ladi biz. Noto'g'ri bu. Uni hisobga olmaymiz boshqatdan. Animatsiyonni o'chirdik. Bez propustit. Yo'q, nabot propustit bilan ekan. 1 ketdi. 2 3 undan ham tezroq ochishni yo'li yo'qmi? 4 12 var. 5 Deyap aytayım, qolgan 5 tasi mana obunachilar like bosish uchun. Qani? Like bosmagan obunachilar like bosishlik uchun. Agar mashina ko'rib bosmasalar qaraylarmi? Xafa bo'lamiz. 1 2 çok güzel. Zo'r narsa. 3 Uf. To'rt. Ajoyib. Sumka. Go'zal. Like bosmasdan ko'rishimda yo'q, albatta. Endi 1 daqiqa 12 nima? Obunachilarimiz uchun. Obunachilarimiz uchun taqara tur 10 marta ketdi. 1 obuna bo'lganlar uchun bir xursand qilib chiqani yaxshi, go'zal. Har bosganingda tushsa shu toshdan o'ta qimmat tosh. 3 mana qilib turishni qarang, mana uni emotsiyasini. Yaxshi, 4-inchi, 5-inchi. 12 bilan sumka. 6-inchi. Go'zal. 7-inchi. O'zi 1000 ta ochgandan qani olib ko'radi. 8-inchi.
9-si. Bitta ish qilaylik mana shu obunachilarimiz uchun 1017 marta oshirdi. Ko'ryapsizmi o'zi ham? Mana qarang. Bular 530, bu 380 bo'lsa, aniqroqga oxirgi 10-si obuna bo'lganlar uchun. Nimalardir tushdi, yomon sarg'aytirdim ekranni. Yomon emas. 10x bor. 10x qilyapti. Yomon emas, boriga shukr. Yomon ketmayapti. Shu turishda ham qancha? Tak, 1,5 minutda bo'ldi. 50 ming hali 100 da figa ekan. Qachon tugaydi bu ani? Ko'taraveraylik, chaqirash qilib. Hop. Yaxshi. Chota bir nimalar tushdi yana. Endi 2100 hisob qo'yib, meniki obuna, meniki omadli bo'ldi. Bomba bo'lishi shart emas, degan to'g'risini aytgan. 2100 tiqqandan keyin bermasa ham olmayapti endi. Sen 2100 tiqding degani u majburlar bo'lsa ham olyapsan deganda. Uni bomba deyish, nima deydi, ko'pirtirish shart emas. Zo'r. 2100 ga orada ko'ryapsizlar. DP, unaqa 50lardan olib chiqdi kerak. Zo'r. Çok. Hali 50 minut bor yana. Tak. Nimagadir bir 5-10 tada sal pasayib qoldi, ha? Boshqa ish qilamiz, qani? Hoppa. Sal tezlashguncha qani 1. Mana qilamiz. O'chir. 1. Ketdi. O'tqaz. 2. O'tqaz. 3. O'tqaz. 4. 5. To'xta bitta ish qilaylik, ha. 1030 ta. Hozir buni full qilib bo'lganman zot. Kastimlarni hammasini olib bo'lganman. Bitta narsa bor, esimga tushib qolganda. Qilib qolish kerak. Kiyimlar qayerda turadi bu? Mana bu joyda turar ekan. Yana tushirib oldimmi? Aynan o'rganib. Ha, mana. Bundan kiyimlar olib bo'lingan. Hozir aqlli ish qilishimiz kerak. Esimga tushib qoldi. Bundan full hamma yo'q bo'lindi. Mana unaqadan ham full hamma kiyim olib bo'lindi. Men aytdim full emas aytmoqchi. Mana shu yerda qis qolib ketgan. Mashina olib qo'yish kerak aytmoqchi. Mashina olib ketgan qilsa, menimcha o'sha narsalar tushaveradi deb o'ylayman. Qizga o'taylik bo'lmasa, ha? Qizdan bir 1000 marta olsa yetmayasa kerak. Tushmagan narsasan qani. Aqlli ishlash kerak. Aqlni sochlar bekorga to'kilmagan. Yo'q, kommentariy yozishdi-da aka. Sochingiz yo'g'agani nega opakasizlar yarashyapti deydi. Yartasi aka. Nima qilsalar sizlarga yarashaveradi deydi. Endi bu sochlar bekorga to'kilmagan. Nima deydi? Yana bir martami boshqa narsami? Sochlar aqlli boshlarni tark etadi dedi. Oppo deya. Mana bunaqa narsalar bormi? Yo'qolib qoldi. Vopingizda o'tgan sabab 55 ta to'plab tashladik. Bugun suhbat qilib, chalib qolib so'ramabmiz bu narsani. Qani? Qizni biz aytgan narsani oldi. Haqiqatda endi mana uni full desa bo'laman. Full emas, bu full. Nima qoldi olinmagan? Nima qoldi? Men aytganman, buni xohlas sen ham 10 ming ta olmaysan-da. Uni uchun 1 million 100 yo'q penkiz bo'lish kerak. Mana full deydi ana mana. Tak. 1,5 ming ta qani? Olib ko'raylik, o'zi menimcha yetdi. Qolgan yuzi menimcha haypmi yoki faraonlarga uchirib ko'ramiz. 180 ta chiqamiz. Hop, metdan X kastimni ko'tarishga o'tamiz. Anuxrani u 687 ta 15 ga yetadi. Tayyormisizlar? O'zbekiston auditoriyasi bo'ylab bir dona Anuxrani 7 qilgan akkaunt adashmasam agar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Laz Istanbul akkaunti bo'ldi mana. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Qani, birgalikda maza qilib endi hozir ichini ko'ramiz. 40 ming yuzimiz ortib qoldi. Mana pati chiqib qoldi bunga. Turishni qara buni. Yana nima bo'ldi? Nima o'zgarish bo'ldi bunda? Qani,
Ha, bu aytmoqchi, mana oldida sarg'aymayapti, mana va nihoyat sarg'aytirdi. Majburlab bo'lsa ham sarg'aytirdi. Oh. Endi mana yarashdi. Lekin turib 1 minut. Xo'p. Boshqa nima qilsak? Yusini qayerga sarflashni bilmayapmiz. Maqsadlarga birma-bir ketma-ket erishilyapti. Bu albatta hammasi Allohga shukr. Allohdan so'ragan narsalarimizga erishdik, oldik. Hayotda ham shuna bo'lib yurishlikka harakat qilaylik. Nafaqat o'yinda, hayotda ham so'ragan narsalarimizga erishib, baxtli bo'lib, hayotdan mamnun bo'lib, chiroyli hayot yashashga hammamizga ham nasib qilsin. Xo'p. Fravenga open kes qilsak kerak endi bundan qolgan naqalarni. Xo'p. Keyin DP aytmoqchi. Biz DPni oldik axir. Qo'limizda DPni kuchaytirish kerak-ku bizga zakaz bergan adminimiz. DPni olib menga full qilib bering degan. Qani ketamiz. Tak. Tuk. 5 ta bilan hammamga ham boramiz. Ko'tarsa bo'larmikan deb 5 ta bilan bo'lmaydi. Fravenni open kes qila olaylik qani. Fravenni ko'charmasak bo'lmaydi. Hop 40 ming yusuf qoldi. 40 ming yusuf bilan hech bo'lmasa 6 qilalamizmi? Nima deb o'ylaysizlar, qani? Fravenni o'ziga open kes qilaylik, nima bo'lar ekan? Ketdi olmasa. 1 12 go'zal. 2 12 3 12 qilib jigar ichini ham. Qatorasiga tushir. Go'zal. Shaqira o'tkazadigan bo'lib. 502 so'p ketdi. Nima bo'ldi? Mana shunaqadan tushib ber. Davay. Tez. Haydi so'yla. Buni nasıl ko'tarding? Yana bir marta. Fravenni o'zi omadliroq ekan. Fravendan zo'rna sanaydi. To'g'ri. Juda material ko'rmayapman, material kattasidan. Bitta berdimi? Nari open keldi, to'lib ketadi. Ha? Ko'tar jigar. 12 tashlab. Haydi. Qani? Sal jiddiyroq harakat qilmasa tez. Buni sizga yaxshilashlamasa. Haydi. Ha. Oha 500 kutdim. Ha, men hech bo'lmasa qora tosh yomon emas. 500 bo'lmasa ham qora tosh o'zimdan mana. Yana. Ko'tar, 12 qilib tashlamaysan, jigar. Ha, aytgancha jigarlar, bizni ko'rayotgan obuna bo'lib ko'rayotgan bo'lsin, obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar bo'lsin, qo'rqmay obuna bo'lib ko'rsalar ham bo'ladi. Sababi chunki bizda beldan pastida hazil yo'q, beldan pastida so'kisham yo'q. Xotirjam obuna bo'lib qo'yavering. Boshida aytaman desimdan chiqib qolibdi, o'rtasida ham mayli. Hech aytmagandan ko'ra kecha ham aytib qo'ygan yaxshi. Tak. Normalde Fravenni menimcha bir 6-7 yaxshi niyat qilib olaylik, men 7 qilib olamiz. Yaxshi niyat qilsang hamma narsa yashasan. Ana, qora toshlar tushishini qara, buni qara. Prosta yaxshi niyat qilasiz, gazini bosasiz. Buni qarang, nima kerak? Nima kerak sizga? Bundan boshqa buni qarang, shuni. Haqiqatda Fravenni o'zi omadli ekan. Yomon tushib beryapti. Omadli ekan degandan o'sha shans ko'proq ekan narsalar berishni. Shuni qasdimlar. Qo'yil. Nima bo'ldi endi? Qanday ish qilib yusimiz qancha qo'y? Yusiga ham qaramadik. 16 ming yusi. Qancha ko'rdim? Mana stop qilib turaylikchi 14 ming yusi qolibdi. 14 ming yusi. Qo'limda 2,5 mingta. 970 marta ochibman. 1000 marta ochaylik buni ham. Qizni 450 marta ochibmiz. 1000 marta ochib qo'yaylik mana seni ham jigar. Xafa bo'lib qolmasan ham.
10x qanday? 10x olib ketmaydimi? 10x 160. Yomon emas. Endi sanasalar ham bo'laveradi. Bilmayman, bir x kasdim 20 marta bordim shekilli o'xshay bor. Hisob-kitobga bor. 12. Oha! Ana qora toshlar. Bo'ldimi? 1020 marta. Yana bitta mana propust qilmasdan. Haydi. Hop. Tuga. Qani bo'lmasa maydalayapti, bo'ldi. Hop, mayda juda qilib orqaga qaytaylik, qayerga yo'q ketib qoldi inson. Bu yoqqa jigar. Mayda mayda cho'dalar olib bo'lingan, toshlar olib bo'lindi. Bundan 11 marta topdim, buni qarang, necha marta topdim? 900 marta topdim o'zim. Bor, necha marta olamiz? Ya'ni 280 yo 7 qalay. Qaraman, deb qilgancha qo'ygan sochlarini to'kilib ketsa bo'ldi. Xo'p, firavnni kuchaytiramiz olmasa, tak. Firavn qani? Bir, hech olmasa 3 qilib qo'yish kerak. Hech olmaganda nima dilang? Lekin nima dilang? Qani? Keyingisi nech kerak? Keyingisiga 160 dagi 3 ta qora tosh. Ha, urmaydi, shunamiz yaxshi qora tosh 2 ta. Ha, bo'ladi. 3-4 marta to'pdan kelsa hozir hammasi o'ziga tushib ketadi. Qani? Qora tosh. Qop qora tosh. Qop qora tosh. Hadi. Jigar. Qolgan pulimizga olmaylik, sen o'zing ber. O'zi bersa boshqacha. Sen rasxod qilib olmaysan, sen tayyor qora toshga. Haydi. Material bu kerak. Depozitga qo'ygan kerak. Spreylar ham kerak. Qora tosh so'raganda qiyin, haqiqatda qora tosh qiyin narsa o'zi. Hozir ham cho'rmetda ancha 7 ming yo'qot. 10x qilib tashlash shaqara. Bitta animatsiya bilan, hadi. Ikkita qora tosh bilan masalasini hal qilamiz. Yayini pat qilamiz. Firavnni. Farovun deysanizlar. Tak. Qani. Cho'tta nito nimadir bo'lyapti. Oxirgi payt. Oxirgi 14 minutga cho'ta jinnini yoqib oldi. Ama vereyim, anından beryaptım ya. Sumka 12. Çok da azal sarg'ayapti. Sarg'aydi, realniy sarg'aydi. Sarg'aydi ya. 12 saniye. Yaxshi. Oxirgi 2-3 ta shansim qoldi. Berini qora toshni berib olma, sendan nima ketdi endi? Omad dadasi bo'lsin. Oxirgi shansimizni bitta qora tosh bilan masalasi hal. Kimga bor ekan hali? Men shu yerda yotibman. Aynan haqiqatdan oxirgi shansimiz. 12 gap yo'q. Prosta meni qolsin urug'liqqan tursin. 13 yil o'pin keslar bo'lsa turgan ham kerak edi. Hozir o'zi yana 100 solish kerak. Menimcha tak. Menimga o'tamiz. Ana endi ko'tarani buni aytmoqchi, maydalashga qora toshimiz kam, qora tosh olish kerak. Nima ham bunaqa kelib qolyapti? Noto'g'ri bosyapman yoki. Yo, to'g'ri kelgan ekan boshda. Tak, qora toshimizdan gideta bizga kerak bo'ladi. Ha, 100 kerak dedilarmi? Dedim-ku sizlarga. Ha, 100ga. Tak. Narsalardan büyük. Tak, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Yo, nechta kerakligini bilolmayapman. 2 ta ushlab turaverchi. Nechta kerakligini bilib olib turib kelamiz. To'xtab tur, sen hozir yoningga kelamiz. To'xta. Ketib qolish yo'q-a? Tak. Bunisiga bosamiz. Farovunni bosamiz. Tak, 7 ta ham. Hozir 5 ta kerak, 160 ta kerak. Tamam. Ana 3-yo'lchani olib qo'yildi. Tak, keyingisiga 7 taga 230 ta. Bizga faqat qora tosh kerak. Bu degan 5 ta kerak. Olamiz uni. Inshaalloh yetadi deb o'ylayman. Qani?
5 dona holat. Attiga 5 dona yetmasa majbur open test qilaman. Bitta. Yetdi. Yetdi. Yana bir 50 ming solsa faramdan pul ekan. Qisib qo'ydim. Nima men ishga kelyapman. Stajyormizda, nima bo'lmaysizlar. Stajyorligimizga kulmaysizlar, rozi bo'lasizlar. Tak. Mana bu joydan ana aralashdim yana. Mana bu joydan oxiriga tushiriladi. Bunga yoziladi. Tak, 7taga bosamiz. Ana ko'tarildi. Yana shu tuyulishdan keyin buni ham yayini patqalar ekanmiz. Yoki patini yay. Bular ham yaxshigina ketadi bularga. Bularga endi menimcha obunachilarni sizlar layklaring, kommentariyalarga qarab gap, agar portlatsalaring, sizlar 2-3 kunda buni ham portlatamiz. Bu yog'i sizlarga qoldi deydi. Hop, bitta ko'raylik qani endi DPSlarni ko'tarish kerak. Masala open case'imiz bitmadi, ketib qolishi yo'q. Hamma o'z joyida o'tirib tursa, mana uni butunlaymiz yoki maydalaymiz, nima bo'ladi? Menimcha butunlash to'g'rirog'i. 12 ta bo'ldi. Tak. Nima kerak bizga? Yana bo'ldi, DPS ko'taramiz yog'iga. Bundan 160 ta bor ekan hali qo'limda. Mana qarab buni ochkim kelyapti. Ochib olib qilsam bo'ladi, ya buni to'playmiz. Olib qolaylik keyinchalikka. Tak. Bo'lmasa DPS mi nima qiladi? Nima manbaki aylanib ketib qolaveraman. Xo'p, mana o'z birinchida turibdi ekan. Jigarimiz zakazlariga yetadi degan umiddaman. Rahmat. Qulluq bo'lsin, muborak bo'lsin. Ana endi chiroyli turdi. Tak, yana nimani ko'tarishimiz kerak bo'lgan qurollar ham pastda qolmayapti. Butun o'ynaladigan qurollar ko'tarib tashladim. Tak, endi navbat o'chirit. Mana yana hech ko'tarilmayapti. Navbat sizga ham. Bitta qoldi. Kakras muqaning, kakrasan. 3-3 yetdi o'zim bor. 3-3 yetdi full qilgani. Ammo bu sarg'aymas ekan, bu futbolda sarg'aymas ekan. Ammo chiroyli turadi. Ajoyib. Qani xohlasan qizil qilasan buni, xohlasan sariq qilasan. Xohlagan rangga qo'yib o'ynaysan. Spreylarimiz hozircha qoldi. Jigarlar, ko'rganlaringdek, open case'imiz nihoyasiga yetdi. Albatta bizdan uzoqlashmanglar. Sizlardan shuncha mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like va obuna bo'lib qo'yib, vaqtlaring bo'lsa kommentariyga yozib qoldirsalaring, gapimiz gap. Bundan ham chiroyliroq, bundan ham professionalroq kadr olishga harakat qilib bosamiz. Sizlardan like'larni bossalaring bo'ldi. Bizdan uzoqlashmanglar. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.